Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan qısqacha məzmuniga göz ataylı. Şərq Türkistan sürgün hökuməti qurulğanlığının 19 illigini xatırlaymiz. Xitoy Amerika bilan urushqa hazırlanayotgan ekan. Xitoyga qarshi Avam palatasi tanlash komiteti tunji qatam mahkama chaqiriqi chiqargan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum qarindaşlar. Bugun Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgün hökuməti qurulğanlığının 19 illik xatir günü. Biz bu günni xatırlaymiz və Şərq Türkistan sürgün hökumətini qurub chiqqan Şərq Türkistan xalqiga rahmat aytamiz. Qarindaşlar, hökumət degan bu kelime ərəbcə bir söz bo'lib, xalq nomidan qonunluq və adolatlik hukm qilish organi degan ma'noni bildiradi. Bu ma'nodan aytganda, hökumət bir davlatdagi xalqqa vakillik qiladigan va shu davlatning ishlarini ijro qiladigan qonunluq organ demakdir. İnsanlar o'zining davlatini ona vatan deb ataydi va vatanni onaga o'xshatadi. Bu bir haqiqat. Chunki vatan onaga o'xshasa, hökumət otaga o'xshaydi. Ana bolasini cho'ng qilgandek va asragandek, vatanmo xalqni boqadi va asraydi. Ammo bir oilada ota bo'lmasa, u oila yetim bo'lib qolgandek, bir millatda ota o'rnida bo'lgan hukumat bo'lmasa, u millatmo yetim bo'lib qoladi. Afsuski, bizning vatanimiz Sharq Turkiston tarixiy dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan bo'lg'achqa, bizning hukumatimizmo Xitoy tajovuzchilari tarafidan yo'q qilindi. Shuningdan beri Sharq Turkiston xalqi yetim bo'lib qoldi, xo'rlandi, zulm ko'rdi va irqiy qirg'inchilikqa uchradi. Mushundaq ig'ir kunlardami dunyoning hech bir yeridan yordamga erisholmadi va dunyoning hamma yerida yetimlik muomalasi ko'rdi. Chunki bu millatning beshida o'z hukumati yo'q edi. Mushundaq bir echinishlik oqibatni beshidan kechirgan xalqimiz va hukumatsiz qolishning yetimlik ekanligini tunib yetgan xalqimiz 2014-yili 9-oyning 14-kuni dunyoning hamma yeridan Amerikaning poytaxti Washingtonga to'planib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatini qurib chiqdi va bu hukumatdan nurg'unlagan umidlarni kutdi. Şərq Türkistan sürgün hökuməti qurulğandan keyin Xitoy tajovuzchilari butun kuchi bilan o'ziga sodiq g'olchilarini ishqa solib, bu hukumatni qaraladi, nupuzini tushirishga tirishdi va yo'q qilishga urindi. Ammo Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgün hökuməti barliq o'ngsizliklarga chidab, bor kuchi bilan Şərq Türkistan xalqining arzusi bo'yicha Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish siyosatida mustahkam turib keldi. Bir tarafdan xalqimizga qo'lidan kelishicha xizmat qilishga tirishsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston davosini xalqaroga o'z mohiyati bo'yicha anglatdi. Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ichki ishi emasligini, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan bir davlat ekanligini, Sharq Turkistondagi barliq zulm va irqiy qirg'inchilikning tub yiltizining Xitoy ishg'oliyati ekanligini, Şərq Türkistan xalqining inson huquqini va erkinligini kapolatga ega qilishning birdan-bir yo'lining Şərq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini anglatdi. Afsuski, Şərq Turkiston sürgün hukumatining bu tirishchanligi xalqarada yetarli qo'llashga erisholmay keldi. Chunki Şərq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining orqasida ko'zga ko'rinarlik darajadagi xalq qo'llashi yo'q edi. Xalq qo'llashining yetarli darajada bo'lmasligining orqasida Xitoy istixboroti va g'olchilarining tahdidlari, aldamchiligi, ko'zbo'yamchiligi, qaralishi va buzg'unchiligi bor edi. 74 yildan beri o'z hukumatidan, o'z milliy ma'rifidan va milliy rahbarlaridan ayirib etilib, ideya buzg'unchiligiga uchragan bechora Sharq Turkiston xalqi oq-qorani farq qilishda qiyinchilikqa duch keldi. Shuning uchun Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumati bu hukumat qurulganligining 19-yilini xotirlash munosabati bilan xalqimizga mundaq murojaat qiladi. Sharq Turkistonlik butun vatanparvar va millatparvar tashkilot va shaxslarning Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatini qo'llashini, qo'lidan nima kelsa shu soha bo'yicha vazifa olishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat bu haqqoniy maydonda ching turib, Şərq Türkiston sürgün hökumatining siyosatini va faoliyatlarini qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Hurmat bilan Şərq Türkiston Cumhuriyeti sürgün hökumati 2023-yili 9-oyning 14-kuni. Xitoy Amerika bilan urush qilishga hozirlanayotgan ekan. Amerika Davlat Majlisining xabar to'ri bo'lgan To'pilik, ya'ni Hayol xabar to'rining 12-sentabr kunidagi xabariga qaraganda,
Amerika Hava Armiyasi sekretari Frank Kendall dushanba kuni Havo va olam qatnashi armiyasi jangchilari ilmiy muhokama yig'inida so'z qilganda ogohlantirib, Xitoyning Amerika bilan urushish uchun yo'shirin armiya qurib tayyorlanayotganligini, Amerikaning kun sayin kuchayayotgan tahdidga taqobil turish uchun kuchlarini a'lollashtirishi kerakligini aytgan. Amerikaning o'zida bo'lmagan zamonaviy tajriba bilan ilib beriladigan urushga tayyorlik qilish kerakligini, ammo urushning muqarrar emasligini ta'kidlab, bizning vazifamiz bu urushni to'sish, agar u yuz bersa, g'alaba qilishga tayyorlik qilish. Biz hammamiz havo va olam qatnashi kuchining cho'qim o'zgarishi kerakligini so'zlayapmiz. Undaq bo'lmaganda biz uning oldini ola olmasligimiz, hatto urushda mag'lub bo'lishimiz mumkin degan. Xitoyga qarshi Avam palatasi tanlash komiteti Kaliforniyadagi Xitoy igidorchiligidagi bir tajribaxonani tekshirib, tunji qatam mahkama chaqiriqi chiqargan. Politico xabar torining 13-sentabr kunidagi xabarida aytilishicha, yerlik, shtat va federatsiya organlari torda setilayotgan homiylik va Xitoy virusi mahsulotlarini ishlab chiqargan tajribaxonani tekshirmoqda ekan. Avam palatasi tanlash komiteti oldingi hafta Kaliforniyadagi Xitoy igidorchiligidagi tajribaxonani tekshirishni yana bir baldoq yuqori ko'targanlikdan tunji qatam mahkama chaqiriqi tarqatgan. Bu tajribaxona Prestige Biotech va Universal Meditech deb atalgan bo'lib, parlament boshlig'i Kevin McCarthy oldingi oyda texmo inchiklab tekshirishga chaqirgan. Davlatmo tekshirish olib borgan. 3-oyda bir yurish kodga xiloflik qilish qilmishlari, 200 o'lgan chashqanni o'z ichiga olgan, 1000 atrofida chashqan saqlangan qutiga doir dokladning va to'nglatqida AIDS virusini o'z ichiga olgan yuqumli kasalliklar virusi bayqalgandan keyin doiralar taqitib o'tgan. Mahkama chaqiriqi komitet raisi Michael Lager va tartib a'zosi Raja Krishnamurtining rahbarligida Avam palatasi energiya va savdo komitetining moslashishi orqasida chiqarilgan. Shahar miqyosida necha ming betlik hujjat, yuzlagan surat, necha soatlik sim tarqatilgan. Hukmlardan biriga kishining vafodorligi nima bilan o'lchindi va buni nimaga asoslanib bilgan bo'ladi deb savol qo'yildi. Hukma shundoq javob berdi. Uning vataniga bo'lgan o'tdek sig'inishidan, o'tib ketgan vaqtiga qarab o'kinishidan belgili bo'ladi. Darvaqa kishining o'zi va atrofini bog'lab turadiganlarga vafosini ifodalashi, vafodor ko'rinalishi tabiiy ahvol. Chunki munosabat zanjiri, urug' tuqqanlik rishti va do'st birodarlik qoida usullari buni taqozo qiladi. Shunga bu xil sharoitlarga beqingan holda ko'rsatilgan vafoni sinoqdan o'tgan, samimiyligiga shak tushmagan, riyodan xoli bo'lgan vafo degili bo'lmaydi. Mard maydonda sinalgani kabi vafoning chin yoki emasligimi pragmatlashmagan, manfaat yoki riyoga yetmaydigan ravishda xolisligini namoyon qilishi zarur. Musofirona hayot, surgun turmush, hijronlik damlar bo'lsa, xolislikni namoyon qilishning fursati. Samimiyatni ko'rgili, tutqili bo'ladigan narsaga aylantirg'ili bo'ladigan mezgil. Vafo bo'lsa, samimiyatning reallikqa aylanishini amalga oshirishdan keladi. Vatan mehri, qarindoshlik rishti va uningda o'tgan unutulg'usiz kechmishlar bo'lsa, ushbu mezgilda o'zini ko'rsatib, kishining as xotirasini g'idiqlab turadi. Shunga bu chog'dagi seg'inishmi, so'yishmi, eslashmi chin bo'ladi. Vafo xulqi qancha kuchli bo'lsa, hijrondan keyingi seg'inish o'timi shuncha lavildab turadi. Tan har joyda bo'lsa-mu, ammo o'y xayol vatanda, tug'ilib o'sgan ona yurtda, uningdagi aslamalarda, rishtalarda bo'ladi. Oxirgi nafsini uningda berish, uningga qaytishning ko'yiga tushish, uning tuproqi ostiga ko'milish, hasratda yashash, hamda uningda yashnashga tegishli hurlik va izzatni, qadr-qimmatni seg'inib o'tish va bu yo'lda tipirlash uzilmaydi. Danishmanlarning vafodorlikning sinoq teshini vatan sevgisiga, yurt muhabbatiga, yar birodarlarga mushtaqlikqa bog'lab tarozilishi, tavsiya qilishning hikmati ana shuningdandir. Burhan Muhammadning Chaylanayotgan Vatan ahdi nomli maqolasidan e'lindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.